Assalomu alaykum. Siz QR kod kanalidasiz. Tasavvur qiling. Bir kuni uyg'onasiz va atrofingizdagi hamma narsa, odamlar, soatlar, vaqt ham orqaga qarab ketayotganini sezasiz. Bu oddiy tushmi yoki haqiqat? Bu hikoya bir yigit 17 yoshli Ilmir haqida. U vaqt bilan kurashgan va uni o'zgartirishga harakat qilgan. Ba'zida vaqt o'tmaydi, lekin bu safar u orqaga ketayotgan edi. Bu Ilmirning hikoyasi. U uyg'ongan kuni dunyo ham o'zgargan edi. Ilmir uyg'ongandan soat 6:41 edi. Yotoqxonadagi budilnik yellinglab turardi. Ammo bir narsa noto'g'ri edi. Soat 6:40 bo'lgan edi. Shunday davom etar edi. Soat 6:40 bo'lgan edi. Keyinchalik 6:39 bo'ldi. Ilmir ko'zini ochdi. Yuragi tez urardi. Hamma narsa, hatto quyosh nurlari ham go'yo orqaga ketayotgandek edi. Yuragi qattiq urardi. Bu tush emas edi. Hamma narsa orqaga ketayotgandek edi. Ilmir tashqariga chiqdi. Ko'chada odamlar orqaga yurmoqda. Gaplar esa tushunarsiz, teskari gapirilmoqda. O'zi yozgan daftarlardagi yozuvlar o'chib, orqaga yozilmoqda. Har safar uxlab uyg'onganda vaqt bir kun orqaga o'tmoqda. Pichoqdan chiqayotgan non, og'izdan chiqayotgan ovqat. Bu nima edi? Nega faqat men buni ko'ryapman? U har kecha uyg'onganida o'tgan kun bekor bo'lganini anglaydi. U ko'chada oq sochli ayolni uchratadi. U unga shunday deydi: Ilmir, vaqtni orqaga qaytarayotgan yagona sabab sen bir voqeani o'zgartirishing kerak. Aks holda sen butunlay yo'q bo'lib ketasan. Ilmir o'zining eng yaqin do'stini 5 kun oldin avtohalokatda yo'qotgan edi. U vaqtni orqaga qaytarib, do'stini qutqarishga urinadi. Har kecha bir kun orqaga borib harakat qiladi. Nihoyat men halokatdan bir kun avvalga yetib keldim. Avtohalokat sodir bo'lishidan bir kun oldin Ilmir do'stiga xat yozib qoldiradi. Men unga xat qoldirdim. Bugun u mashinaga o'tirma. Faqat menga ishon. Sening do'sting Ilmir. Uyg'ondim. Soat 6:42. Nihoyat vaqt oldinga ketyapti. Men derazadan qaradim. U tirik edi. Men uni qutqardim. Va vaqt yana meniki bo'ldi. Har kimning hayotida bitta daqiqa bor. Uni o'zgartira olsang, butun taqdir o'zgaradi. Ilmir vaqtni o'zgartirdi. Endi navbat sizniki. Ilmir to'g'ri vaqtni to'xtata olmadi, lekin u o'zini tushunib yetdi. Ba'zida orqaga ketayotgan soatlar ichki o'zgarishning belgisi bo'ladi. Hayot esa har doim oldinga intiladi, hatto vaqt orqaga yursa ham. Agar bu hikoya sizni o'ylantirgan bo'lsa va ozmoz bo'lsa ham yoqqan bo'lsa, kanalimizni kuzatib boring. Oldinda sizni yanada ko'plab sarguzashtlar kutmoqda. Bu QR kod biz bilan qoling. Like bosishni esa hech qachon unutmang.